أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود في الزنا الحدود İslam'da belgelengen ağır cezalar. Zina cezası, ondan başka kol kesiş, harabe, qazf, şurbul hamr, yendek ağır cinayetlige verildiğin belgelengen cezalar. Eğer belgelengen ceza olmasa bunu tazir deymiz. Bu hududdan tüm buldu. Bab rajm, şamlı kesek kılış, taş boran kılış. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف الرجم في كتاب الله عز وجل شم كسقلش الله كتابه با حق bu hükmü sabit, mensup olup ketmegen demekçi. Aslında Allah'ın kitabında "Eş-şeyhu veş-şeyhatu izâ zanaya fercumuhuma elbette." Nekâle minallahi Allahu azizun hakim deb ayet bo'lgan. Suratul Ahzab'da. Bu şeyh ve şeyha degan bu so'zning qari yashanganlar maqsad emas, muhsan maqsad. Yani bir qatim to'y qilganlar. Yosh yigit bo'lsinmi, yosh ayol bo'lsinmi, to'y qilganlar maqsadda. Haqqun ala man zana idza uhsina to'y qilgan bo'lsa, zina qilgan bo'lsa, buning ashun shamma kesak qilinishi bekitilib ketgan hukmdir. Idza qamat alayhi bayna buning zina qilganligini isbotlandi bo'lsa, 4 guvochi bilan bayina degan 4 guvochi bu shu zina jinoyatida. Yoki eri yo'q ayol yoki hech qanday bir shak shubhasiz qamlashmagan, nikoh qilmagan yoki shar'iy nikoh qilmagan bir ayol qo'saq ko'tarib qolsa yoki o'zi e'tirof qilsa men zina qildim deb bu chog'da chamma kesak qilinadi. Endi bu qanday gap Qur'onda suratul Ahzab batisa hozir yo'q, lekin bu lafzi mansub bo'lib ketgan, hukmi qilib qolgan deymiz. أخبرنا مالك حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح Abtah degan shu Makka vodiysi, Makka sayliqi. Hazrat Umar hajga kelgan chaqda Minadan qaytishda Makka vodiysida sayliqda yoki Muhassab vadi Muhassabda tugisini cho'ktirdi. Thumma kawwama kawmatan min Batha. Undan Batha degan shig'iltashlar. Yoki shig'iltash ba sayliq nima deymiz? Batha Makka. Shig'iltashdan da yig'ib bir duvi qilib, yastukda qilib, thumma taraha alayha thawbahu kiyimini tashlab ustiga thumma stalqa o'ngdisgatdi. O'ngdasa bo'ldiganligining bir dalil bo'lishi mumkin shu. Va madda yadahu ila sama qo'lini osmonga ko'tardi. Duo qilgan qo'l ko'tarsa bid'at u degan gap yo'q. Duoning adab qoidasi bu. Faqala Allohumma kaburat sinni. Ey Alloh, mening ishim cho'ngib qoldi. Yaşını qaldım. Ve da'afat kuvveti. Acizlab ketdim. Ve intasharat ra'iyati. Fuqaralarim keng territoriyaga tarab ketdi. Men cho'ng bir imperatorlikning xalifasi bo'lib qoldim. Faqbudni ilayk. Mening mas'uliyatim bek og'irlashib ketdi. Shunga faqbudni ilayka g'ayra mudayyin va la mufarrat. Haq huquqni zoya qilib o'tmagan, mas'uliyatni ado qilolmay qolmagan holat emas, saq holatda, tijoratda mana shunday jinimni asla demoqchi. Keyin masalan ado qilmay, ishni chalib qo'yib, o'zingiz shak gunoh yuklab olgan holatga ketib qolmay demoqchi. Ana bunda fitnadan ansirgan ahvolda o'limni tilash joiz. Mudayya zoya qilayotgan, mufarrat degan kam qilib qo'ygan, to'liq ado qilmay kam qilgan ham. Agar mufrat bo'lsa, bu oshirib o'tgan degan ma'noda. Farrata kam qilib qo'ydi. Afrata oshirib o'tdi. Ifrat va tafrit deymiz. ثم قدم المدينة فخطب الناس جمعة ذو الحجة أخرى فقال يا أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة سلاجا قائد سنة لام سبكتل كت فرزلام بكتلده سلا إنق دغدم يول استدا قلدنا يعني رسول الله تركنا على المحجة البيضاء deymiz go
bizni to'g'ri dog'dan yo'l ustida qo'yib ketdi. وصفق بإحدى يديه على الأخرى qo'lini bir-biriga urib bir chavakchalab alla tadillu bin-nas yamina va shimala diqqat qo'lni shunda bir chavakchalab diqqat kishilarni o'ng so'l u ham bu yoqqa burab ezib ketmanglar sizlar dog'dan yo'ldamanglar demoqchi. Summa iyyakum an tahliku an ayatir rajm yana diqqat qilinglarki sizlar hargizmi chamma kesak qilish oyatini amal qilmay g'aflat qilish orqali halok bo'lib ketib qolmanglar. Ayyaqul qoil qanda g'aflat qilib halok bo'ldi desa birisi qo'pab la najidu haddayn fi kitabillah biz Allohning kitobida zina qiluvchining ikki xil jazosini ko'rmadik. Faqat jild yüzleri uruşlam cezası var. Bir had var, iki had yok. Dep birisi jo'ylab qo'pab qolmasin. Faqat çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chamakesak qilgan, bizmi Rasulullohdan keyin xalifalari chamakesak qildik. Va inni vallazi nafsi bi yadi. Alloh bilan qasamki, nafsim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, haqiqatan men lavla yaqulan nas zada Umar ibn al-Khattab fi kitabillahi lakatabtuha. Kishilar Umar Allohning kitobiga shu oyatda yo'q oyatni yozib oldi deb qolmaydi desam, demaydi desam, cho'qim mashina Qur'onga yozdirib o'tgan bo'ladi. U Qur'onga yozdirib o'tmaydi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onga yozdirmagan, elib o'tgan, tilovati man qo'ygan. Lekin bu bir xil mubolag'a. Yani bu zodi amal qilinish kerak demoqchi. Qaysi oyat bo'lsa, ash-shaykh va ash-shaykhatu idza zana farjumuhuma albatta. Yani cho'qim uni chamakesak qilinglar degan shu oyatda. Fa inna qad qara'naha çünkü biz bunu Qur'onda o'z vaqtida tilovat qilib o'qigan. Qala Sa'id, yani Sa'id ibn Musayyab, "Faman salaqa Zulhijjati hatta qutila Umar." Va Hazrat Umar haj qilib Zulhijja oyining 10-kuni Minodan qaytib, shunda o'g'lis qaytib duo qildi. Undan keyin Zulhijjaning o'ttirlardagi bir jumada, oxirgi jumada sözünde şu Zulhicce çıkartmaya durup öldürüldü. Allah Teala'nın duasını cevap kıldı. Takbirini ileyke dedi. Bu anda racm çamı kesak kılış ehli sünne emmese çamı kesak bağlı. Allah'ım havaric çamı kesak kılış yok dep qaraydi. Nima uchun degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'ondagi o'sha ayat mansub qilib ketgandan keyin bu chama kesak qilgan. Buning Rasulullohning oxirgi ishi chama kesak ekanligining isboti Rasulullohning xalifalari chama kesakni ijro qilib mangan. Undan keyin bu amal jihatdan mansub bo'lib ketmagan deb tushunamiz. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن رجلا منهم وامرأة زنيا. Yahudilar, Madinadan Yahudilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom davlatini qurgandan keyin bir to'xtamli sharti dedi. Ular nimaga chaqilmaydigan, ziyon olmaydigan, ulamo buni ziyon olmaydigan, o'rtaq dushman bo'lib qolsa, o'rtaq taqobil turadigan mundolat dedi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bir da'vo masalasi kelib qoldi. Bulardan bir er bilan bir ayol zina qildi ekan. Nima uchun bular Rasulullohning oldiga keldi? Sizlar o'zingiz bir taraf qilasizmi bo'ldi? Rasulullah oldu kelmese Resulullah'ın arası boğazlığı atadan beri hüküm kılış gerek emas. Çünkü Allah Teala dedi o فَاِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ aradan hüküm koyma o zaman bir kulun dısımı meylitti. Peki bu Yahudilerin kirişi aslında bula üzere ne kılıp aralıkta çama kesek cezasını izdiraklı kılıvatkan bula. Aralıkta çoğunla, isil adamla, çoğun aileden zina kılsa çama kesek kılmayın. Acizlere, biçarlar zina qilsa, chama kesak qilib, ish qildimi qilgan ekan, buni yana o'zining vijdonini qilolmay yoki bearamchilik qilib, bir xil bir jazoni qilsak, nima o'xshashni qilsa qildi deb axiri bular eshakda atindirib, o'ziga qarab suvab sazo qildigan ishni bizning o'zimizda burunda istibatdi. Eshakda atindirib, o'ziga qozondan qarab suvab, ko'chada mandirgan istibatdi. Shu Yahudilarning ishlari ekan bu. Bir xil ta'zir sifatida nima burunqi qozi kalallar shuni tanlabdi ekan. Yani bu ta'zir, qo'shimcha, yani chama kesakga darur ishga qo'shimcha qilsa mayli, lekin mushuningda iboralar chama kesakni shuni tushirib qo'yish bu Yahudilarning ishi. Undan keyin bular turib o'xshash bir qonun bekitdi deb shunday qilib boqqan. Lekin Rasululloh kelgandan keyin bu zina vaqaligi bo'lgan chaqda
Bu peygamber asançılık ilib kildigan peygamber bu. وَيَدَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Bu astıqni bil hanifiyet samha degandek nimalar bo'lgan ekan, bu qulaylik, asallik qildi, ig'ir jazolar ketmaydi. Sizlar ash payg'ambarning oldiga aparanli bo'ldi. Çok mu yengil ceza vurdu? Ama yengil ceza olgandan biz kıyamet günü Beni İsrail için ma Tevrat'ta bunda hüküm düşürsem buna amal qilmadinglar deb Allah so'rab qolsa, sizning payg'ambarlardan bir payg'ambar menda hüküm qilibdi, biz shuni qildik deb qutulmaymiz deb ma Yahudilar bunda eli ishlatgan. Shu sal yengil jazo qilamiga deb Rasululloh oldiga keldi bular. Faqala lahum nabiy sallallohu alayhi vasallam ma tajiduna fit tawrat fi sha'nir rajul. Siz Tevratda chamma kesak qilish haqida qanday bir hukmni ko'rasizlar? Rasululloh biladi sizda. Faqalu nufdihuhuma wa yujladan. Bu ikkisini ular qitati mingizib yuziga qarasib sazoy qilamiz, rasvo qilamiz, kinondan yuzlari urmaymiz demoqchi. فقال لهم عبد الله بن سلام şu Yahudilerden Müslüman bağın Yahudi ulemalaridan. Bu Resulullah'ın huzurunda battı. Kedeptum inne fiha racim. Gayetton Tevrat'ta çamı kesek ayet var. Ben bilemem bunu. فأتوا بالتوراة فنشروها. Tevrat nakilep açtı Yahudiler. فجعل أحدهم يده على آيات الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم. قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. يجنأ desanlar şu to'g'ri. Agar havolan bo'lib qolsa yahni deymiz. Yajna deb o'zgartiramiz. Bu ishkelarning sami kesa qilindi. Undan keyin ayolni qo'ldayman deb unda o'zini dalda qilib qo'rib turibdi. Shalma tegsin, an tegsin degan. Abu Davud rivoyatida kelishicha al-muhsanu wal-muhsanatu idza zanaya wa qamat alayhim al-bayyina rujima wa in kanat al-mar'atu hubla turbisa biha hatta tadama fi batniha deb ketgan. Tevratda nimdabatda ayatul rajm mushunday iborat demakchi. Yani Tevratda yozilgani mushu demakchi. Tevratda shunday yozilgan. قال محمد رحمه الله بهذا كله نأخذ أيما رجل degandan keyin sizlar muslim bilan arada hur deb bir so'zni yozib qo'yinglar. أيما رجل حر مسلم زنا بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة. Bir ayoldan to'y qilgan bo'lsa bu hur kishi shunga muhsan bo'ldi. بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم. Bu muhsan bo'lg'achqa zina qilsa shamma kesak jazosi keladi. Va hada wal muhsan. Muhsan degan mana shunda odamni muhsan deymiz. Fa in kana lam yujami'ha billi bo'lmagan bo'lsa va lam yadkhul biha aw kanat tahtahu amatun aw yahudiyya aw nasraniyya lam yakun biha muhsanan wa lam yurjam. Dedak ag'am bo'lsa yahudi nasrani ag'am bo'lsa buni bilan muhsan bo'lmaydi. Faqat muslima hurra to'y qilsa undan bu muhsan bo'ladi. Nonken bu Yahudi Nasranini ağan ya dedek ağalı bulup qalsa zina qilgan taqdirda chama kesak qilmaydi, yuzlari urildi. Va da kullu qawla bi Hanifata wal ammati min fuqahaina rahimahumullah. Aslida bu ihson degan so'zning arab tilida 3 xil ma'nosi bor. Tafsirda 3 xil ma'nosi bir-biriga zot ayrilmay shunday bir tutash qildi. Birisi al-islam, birisi al-iffa, birisi al-hurriya. Aksi Yahudilerden yani Nasraniye'den toyqisa muhsin bo'lmaydi. Bu ihson degan bu darajadagi iffat va muhimda darajadagi holat faqatlam musulmon hur ayolni og'in kishi bo'lsa undan ihson bo'ldi. Bo'lmasa ihson bo'lmaydi. Qur'on Karimda shu muhson degan so'z 3 xil ma'noda keldi. Hur degan ma'noda keldi, iffatlik degan ma'noda keldi, musulmon degan ma'noda. Babul iqrar biz-zina. أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر هو أفقهما أجل يا رسول الله فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم وهو أفقهما ديان أشراوي أزر قسم برسة سال
bilimlikrakda, bir narsa bildiganroqda dedi. Balki uni tunishi mumkin, yoki tunmasa ham hozir shu so'zdan shu yakillab chiqqan bo'lishi mumkin. Men ijozat vaslar deganda adab bilganligini da'atlar. قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا من أغلم ما أدمن قشدا يلا إسلامчи itti dedi. Yani eciran degan Ashravininki asifan deganni izohlab qo'yishi. Buni mudraj deymiz. Tafsirun mudraj. Raviylar ketib qo'ygan tafsir. Ammo hadisdan yo'q. Fazana bimraatihi. Bu uygisining ayoli bilan zina qildi. Fa akhbaruni anna ala ibn ar-rajm. Shu kishilar menga o'g'limga chamma kesak keladi deyishdi. Faftadaytu minhu bi mi'ati shatin wa jariyatin li. Shundan men bu xato o'ylab, o'g'limga chamma kesak jazosi kelsa, buni men pul to'lab bekor qilib o'talayman-ku deb o'ylab, 100 qo'y bilan bir didakni to'ldim. O'g'lim chamma kesak qildim so'nda. Bu xato o'ylasham do'stlar. Hududni unda pul to'lablamda sürekli bo'lmaydi. Shunma inni sa'altu ahlal ilmi, andiki ahli ilmdan so'rasam, ulamodan so'rasam, fa akhbaruni annama ala ibni jaldu 100 va taghrib 'am. O'g'limga kelgan jazo 100 darra. Urush bilan 1 yil palash qildi ekan. Va innama ar-rajmu 'ala imraati. Chamma kesak ma'ni xotinga keldi ekan. Bu muhsana o'g'achqa. Fa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله من çokum Allah'dan qasam ki çokum sizin aranızda Allah'ın kitabından hüküm kılman dedi. Dikkat qilma Allah'ın kitabından deyinge Allah'ın kitabıyla hüküm kılışını ibaretken amma ganamuka ve cariyetuka faradun aleyh. Hata o'ylab bunun cezanı yengillatalayma, yo'qtalayman deb bersa uni o'zidan qaytarib ol dedi. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. 100 darra saldı o'g'lini 1 yil palvatdi. وأمر أنيسا الأسلمي musabını buyurdu. En yatiye imra'atal akhir. Adamninki ayolni tashqi berib so'roq tortdan faynat tarafat rajamaha. E'tirof qilsa chamaki zaqisun deb buyurdi demak. Fa'tarafat farajamaha. E'tirof qildi, uni chamaki zaqildi. Nima uchun bu Unays al-Aslamiyni buyurdi desa, Unays al-Aslamiy shu qabildanti. Mush ayollar Bani Aslam qabilasidan bo'lg'achqa bu Unays ash qabilniki 5 kattashi bir raislardan bo'lg'achqa shuni buyurgan. Ana diqqat qilsanglar Kitobulloh bilan hukm qildi. Kitobullohning hukmi bo'yicha anıga zani tajdiqulun miyatjalda degan u to'g'ri keldi. Endi ayol muhsan o'g'achqa chamma kesak qildi. Chamma kesak qilish Kitobulloh bilan hukm qilish bo'ldi. Danigan bu xabarizli qarta mana raddiya bo'lgan. Yani Kitobullohda chamma kesak qilish bor. Tilovati mansub bo'lsin. Manda desekmi tushudamdi. Va ma ataakumur rasul faqdu va ma nahkum anhu fantahu degandikan bu Rasululloh o'tirib qo'ygan bir qonun sifatida ya'ni Kitobulloh bilan isbotlangan hisobda bo'ldi. Endi i'tirof deb qolsak, i'tirof deganda deymiz sayyidul adilla. Al-iqrar, al-i'tirof sayyidul adilla. Bu romanchi guvochi yo'q isbot bu shu isbotning eng bo'g'isi shu. E'tirof degan o'zining ziniga bir nima qilish o'g'achqa buni boshqa nima ketmaydi. Shuni zinani isbotlashning bir yo'li shu. Maizmo shunda e'tirof qilgan. أخبرنا يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعته أتته فقال لها اذهبي حتى ترضعي فلما أرضعت أتته فقال لها اذهبي حتى تستودعي. Emçekte ayrıp kelen diyen ki emçekte ayrılandan keyin kelgandan buni igolab, xavalib bexib qo'ygan biraylarga amonat topshirib qo'yib kelgan bolangizni. Endi fastavda'athu thumma ja'atu fa amara biha fa uqima 'alayha al-hadd. Ana sahaba kiramlar naqib qolgan ahvolda bular dunyoda biz taraf bo'lib ketsin bu ish oxirat qopqon bo'lsin deb o'zining taqvodorligidan tutilmasimi, guvochi bilan tutolmasimi o'zi kelib Rasulullohning ko'zi chirilib turib bunda paklanib ketishga uringan. İmra atat nabi. Bu imra degan Juhaynadan bo'lgan bir ayol. Endi bunda masalan anna rajulan bu deydi nima uchun shunda ismini atmaydi desa, bo'lni bir ismini yo'gash satran alayhim ismini atmagan. G'amidiya degan shu ayol. Balki
Hazır mağara özüyle korkusunun cezalı. Ona mağaranın dikkat erine cezamız bulanır. Ya u hamda ixtilof bo'lmas. Masalan, bunda avval bo'lsa, bu ayolni o'zi aldik. Endi bu ayolning e'tirofi boshqalarga qarata kuchga ega bo'ladigan isbot hisoblanadi bu ixtilof bo'lmas. Ha. Peygamber e'tirof qildi, lekin boshqalarning da buning asosida turib boshqani jazolayapti. Unaga guvochi bormi? U bir gap. Belki o başka adamına köz koyuş mümkün. Şüphe bo'lgandan ulamalar yo'q bu i'tirof hujja qasira. O'ziga aqdigan nima boshqa aqmaydi. Ba'zi ulamalar yo'q boshqani surish qilishimiz mumkin deydi belki. أخبرنا شهاب أن رجلا يعني أن رجلا dedi. Şunama bu ma'azamda şam siyar vel ahadis mutaxassislari musu ma'az deydi. اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به فحد. Bu anda ma'azdan ise seyinde tefsili bayan kıldı. Yani أخبرنا شهاب أن رجلا da mursal geldi, lekin seyinde muttasıl ve mufassal geldi. قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. Yüzgü qarta bir narsa e'tirof qilsa, shu aql baliq bo'lsa, kuchga isbot bo'ldimi shu demoqchi. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور. قام çekilenler depken sal ufrab ketken bir qam çekapti. فقال فوق هذا ما adi ashraqni saqraqni çekilenler dedi. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته. Tamaratu degan bir tarafı taxijilib ketmagan, ufrab ketmagan yana bir qamchi ekeldi. Pechat qamchisini birdan kapdi. Faqala bayna hadayn o'ttirdiroqni ekilanlar sal ishlatib yumshigan bundan ekilanlar bak ufrab ketgan bo'lmasin balki yangi bo'lmasin fa utiya bi sawtin qad rukiba bihi qad rukiba degan undan at chaptirishqa tugunishga ishlatilgan bir ekeldi falana yumshab ketgan ishlatib yumshigan bir qamchi keltirildi fa umira bihi fajulida yak fa amara desek bo'ldi فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فجلد يعني جلد 100 ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله Allah'ın çekçilikle tecavüz kılmayı toxtab qaldığın vaxtını kelden bulduqlanlar günah işlemanlar faman asaba min hadil qadurati shay'an falyastatir bi satrillah bunda bir günah işini qilib qolgan kishilar bo'lib qolsa Allah onu rasvo qilmagan ekan o'zini rasvo qilmasin فإنه من يبدي لنا صفحته kim kimdi o'zini rasvo qilib bizning oldimizga kelib men zina qildim deb e'tirof qilsa safhatahu degan o'zini shunda bizga ko'rsatsa chiroyimizni ko'rsatsa degan gap. Asli safha degan bunda yan tarafi. Ko'rsatsa degan bizga ma'lum. Oldimizga chiqsa, men zina qildim deb oldimizga kelib qolsa, nuqim alayhi kitaballoh. Biz unga Allohning kitobidagi hukmni ijro qilamiz yoki Alloh farz qilgan hukmni ijro qilamiz. Kitobulloh deganmi agar Qur'on deb qolsak, uni Qur'onda shunday hukm bor degan ma'noda chiqadi. أخبرنا نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها هامل درق قويدة ثم اعترف على نفسه أنه زنا أزز من زنا اعترف قلده ولم يكن أحسنا وتخاته يقوم غان أدنكهم فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك يجدر أرلب فدك ديان مدينة سرتدكي لكن برا كلك يول دسك شيء فعلان ديريد Facariye kul ayağını yapıyorum. İşte ihtimallık var. Bu dedek oluşu mümkün. Dedek oluşu mümkün. Yani ör kızlardan oluşu mümkün. أخبرنا مالك حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال له إن الآخر قد زنى إن الآخر ديان وكون القراء زنا قلد يعني أذن دمجي من كون القراء لقلب زنا قلد دمجي رجلا مش هذا معاذ بن مالك شو فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري من باشكال ددم بنا قال لا قال أبو بكر تب إلى الله واستتر بستر الله توكل الله سن رسوا قمانكين إذا رسوا قماي بكم دوجما بنا فإن الله يقبل التوبة عن عباده قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب بقى بلان كون خاطر جمل ماي
Yani o'zi shunda bir ig'ir gunoh qildim, buni paklanmasa bo'lmaydigan holatda deb yaram bo'lib, yana Umar ibn Xattobning oldiga keldi. Faqalahu kama qala li Abi Bakr. Faqala lahu Umar kama qala lahu Abu Bakr. Abu Bakr bilan nima deyishgan bo'lsa deyishibdi. Qala Said falam taqarra bihi nafsi. Yani ko'ngli xotirjam bo'lmabdi. Umarning gapi bilan. Hatta atan Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala lahu al-akhira qad zana. Faqala Said fa'arada anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala lahu zalika mirar. Men zina qildim desa Rasululloh yuzini o'rolib oyog'ini qarab olgan. Bir necha qatim bo'lgan bu ish. Kullu dalika yaridu anhu. Hatta idza akthara alayhi necha qatim bo'lagan ekan, ba'ata ila ahlihi faqala. Bu urug'ni qoldirga adam o'tib, "Ayshtaki abihi jinna." Bunun bir da'vami, kallasi joyidami, saramasdi deb so'radi. Faqala ya Rasululloh innahu la sahih. Aqlishi joyida sog'lom. Qala abikrun am thayyibun? Qala thayyibun. Qala fa umira bihi farujim. أخبرنا يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يدعى هزالا يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك. أسلم مش نمو معجزة أسلم قبل استوق شيء كان مش أسلم واقعة هزال كان شو قبلنا شو قدم دمرسجا يا هزال سن بنا رساق ما يجيب قام بوسان يخشى بولته ماشي. Yani biridaik yani tonlar xudan çapan yapgan bolsan bunu da qira qildirib miyakli cezan sebep bo'lmay buni nasihat qilib rasvo qildimay qo'yib qo'ygan bolsan yaxshi bo'libdi demoqchi. Cezası affetdi. Bunun çoğun cezası bu şey. Tövbe qilsa yurib ketmasmi? Bula tövbe qilganim. Bula tövbe qilib, pushmon qilib, bu günahimiz payqib ketsek deb, bu dunyoda to'yishib ketaylik, oxirat qo'ymaylik deb Rasululloh oldiga kelib turgan. Hatta Abu Bakr mo bo'ldi sen tövbe qilganing bo'ldi, devjima bo'ldi, misol qarson degan. Tövbe qilib chama kesak qilinmasmi oxirat demoqchi. Tövbe qilgan ekan, tövbe deganmi nasıl shu? Mesela o'g'irlashlarsa qo'l kesilib bo'ladi. Tövbe qilgan bo'lsa. Lekin endi haqni qaytarish lozim. Qanday ig'ir mesela kufr shirkni so'rasa Alloh kechirib tövbe. Ullillazina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Nima Uyg'urda biroz bor. Mesela buni xuddan bu günah, şunda kichik günahni yo'g'untib, cho'ng günahni uni taxmi yo'g'untib, buni Alloh taolo zodi kechirmaydi deb Alloh taolaning nomidan kechirmaydigan qilib o'tib buni. Bunda bir Allohning rahmatini mustamdirg'ashlik. Lekin Alloh taolaning g'afirud damb va qobilut tavb. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfirud dunuba jami'an. Günahni mag'firat qildi. Hatta Alloh taolaning hadis qudusida agar bandalarim gunoh qilmagan bo'lsa, uni o'qitib, bosh gunoh qilgan bandani yaratib, uni mag'firat qilib deydi. Alloh taolaning mag'firatini unday taraytib o'tish, nima qilish qat'iy yaxshi emas. Alloh taolaning rasvo qilmaganligimi bir yaxshilik. Shu o'zini rasvo qilmaslik lozim. Uning ustiga bu jazolanadi masalan. Bizning hozir masalan Rasulullohning davrida sahobalar zina qilgan, jazoni tutgan deb o'qidikku. Bizga yaxshi ta'sir olmaydi. Sahabe kiramning obrazi tushadigan gap. Hatto jamiyatda shunday ishlar to'li bo'laversa, bu yengil bir narsaga aylanib, uning bolasi bunda bo'lgan palarni qilgan odatga ish bu deb, bu innallazina yuhibbuna an tash'al fahishatu fil ladina amanu deganga tushib qoladi. Bunday ish faqat bo'lmasa yaxshi. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يدعى هزالا يا هزال لو سترته برداء. يعني رداء degan sen bunu yürügenmeye kılıp onu çapının olsun bunda bir yürüyorlardan bolsan yürüyorsan buldu demekçi. Maiza cezalangan kişi muş kabilindi. Muş kabilinin çoğunlardan birisiga sen muş üzerine kabilistin bo'lgan balını bir rasvo qildimay yurib qolgan bo'lsang demoqchi. Ya'ni satrning afzalligini ko'rsatdi. Rasululloh, Abu Bakr, Umar uchaylar satr qilishga ittifoq keldi buni. Fatvo arqi chiqib qolmadi. Undan keyin shu to'g'ri ishlaymiz. قال يحيى فحدثت بهذا الحديث في مجلس في يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد هزال جدي والحديث حق. Müşəzzalning nevrisi var bir sorunda müşəzzisini sözləb bəsəm, o kişi qubab məni çondadan buldu müşəzzal degan kişi. Müşi və qalq ras, çondadan Rasulullah deganlik ras deb tasdiq dedi. Amma hadisini təxmandı, sahih deməkçi. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بزنا حتى يقر 4 مرات في مجالس مختلفة. ayrım sorunda tut qatım qira qilsa, uningdan keyin ondan chamma keser jazosi yoki shu
belgilengen ceza icra kılındı deydi. Bu da talaqda bizim buldu. Üç talaqın bir sorunu qilgan bo'lsa bir talaq hesaplandı degenge o'xshash. Bu iqrormi ayrım sorunda. Bilmasdan qazo qilma sorunda kishida kelib men zina qilgandim deb iqror qildi. Bu kun ketdi. Bir yerda maydonda turgancha uya kelib qildi. U ketdi. Ham kun yerda ayında net sorunu bo'lishi lozim demoqchi. Va kadalika ja'at sunna. Hadisda Rasululloh nechqatim bosh tarafga qarab olgan. Onam da qo'saqdagi bolasini avaylab nima qildi. Balasi uchun kechiktiga hesabda. La yu'khadhu ar-rajulu bi'tirafi ala nafsihi bizina hatta yuqirra 4 marrat tutqatim. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. İmam Malik Şafii'lar balki bir qatimdan mutlisi buldu deydi. Yani şu 4 etirafni, 4 sorunda 4 etirafni shart qilish Abu Hanifa'ning mazhabi. İmam Şafii, İmam Maliklar bir etiraf kifoya deb qaraydi. وإن أقر 4 مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله. Tutqatim iqrar bo'lgandan keyin uning belgilangan jazoni ijro qilishdan burun yenib olib qolsa, yo'q men uqmay so'zlab qopdimmi, yo'q unda emasdim deb lamda yenib olsa, bu chog'da qabul qilib qo'yib beramiz. Chunki bu yerda nima kasal bo'ldi? Tutqatim iqrar qildi ras. Ham tutqatim iqrar qilishi bu yolg'onchi bo'lishi mumkin. Chunki hozir yenib oldi bu. Keyingi so'zi ras bo'lishi mumkin. Ma'lum sababdan da iqrar qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, ota-onasidan ranjib qolgan, o'yinchi ketgan bo'lsa, men bunday qilib o'lib oladigan bo'lsa, rasam menda iqrar qildi. Keyin o'tirib o'sha joyga kelib, yo'q men xato qildim deb, yo'q desam, biz ham boshqa bir odam bo'lgan ekan, uning amaliyotini bilmagan ekan, bu bir shubha bo'ldi. Xos gapiras, idroul hududa bir shubha deb uni qilamiz. Lekin isbot bilan nima qilish shu, e'tirof bilan emas, isbot bilan qilgan bo'lsa, isbotlangandan keyin jazoni yo'qdi. Tutquvchi. Ham tutquvchining bizsa keyin g'achchida tilchanib yenivag'lik bo'lsa, o chaqda hadni ijro qilmay turamiz. Hazrat Umar mo shu Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuning voqealigida ijro qilmagan. 4-adam turib qolgan bo'lg'achqa ijro qilmagan. Tutquvchi bo'lsa, iqro bilan munosabatimiz yo'q. Albatta unda jinoyat ishchilik ko'pincha iqro qilmaydi. O'g'rimi iqro qilmaydi, qotilni iqro qilmaydi. Lekin isbot bo'lsa bo'ldi. Babul istiqrohi fi zina. Istiqroh degan bosqinchilik voqealari, majburlash. Axbarana muhaddathan Nafi'un anna 'abdan kana yaqum ala raqiqil khums. Khums bu kafirlardan g'animat olgan malning 5dan biri. 5dan birini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir taraf qildi. O'zining oila tavobatini xarajatiga ishlatdi. Diyet to'lan kelib qolsa bir musulmonga diyetini to'lab qo'ydi. Ondan boshqa qarzlar olib qarzini to'lab qo'ydi. Qo'shin tayyorlaydi shunda qurollantirib. Bu Rasulullohning tasarruf qilishiga topshirilgan mol. Alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu va lirrasuli va lidil qurba wal yatam. فأن لله خمسه وللرسول degan lillahi va rasul 5dan biri degan 20% sat Rasululloh biz taraf qilgan mol. Shu o'zining ichida qullar ekan, bu qulning havolishga birodarni belgilab qo'ysa, va annahu istakara jariyatan min zalika raqiq. Birisiga chaqilib qo'yibdi. Fawaqabiha fajaladahu Umar ibn al-Khattab va nafahu. Undan muhsan bo'lmagan ekan, yuzlari urib nafi qildi, qoldi. Va lam yajlid al-walidata min ajli annahu istakraha. O zullangan, majburlangan bo'lgan ekan, uning gunohi yo'q deb uni jazolanadi. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك. برسيجا بس كنت لقان كشي أكدا عبد الملك بن مروان أشنون تويلكن توليدو دب بكم كبرتو. Toylukun tüleydi demek ki bunu alıdı yani toylukun tüleydi. Yok, toylukun tüleydi ve yüzleri uruludu, yakşamba gece kılıdı. Yani belgilengen cezaga toyluk pulunu tülem şekilde biktip yaptı. Qo'shimcha jazo. Qala Muhammad rahimahulloh idza stukrihatil mar'atu fala hadd 'alayha. Basqinchilik qilinib qolsa, u ayol gunoh kelmaydi, jazo kelmaydi. Va ala man istakrahaha al hadd. Basqinchiga undan belgilangan jazo ijro qilindi. Fa idza wajaba 'alayhi al hadd batala as-sadaqa. Belgilangan jazo kelgandan keyin to'yliq degan narsa bo'lmaydi bunda. Ikkining biriga turgan gap. Va la yajibu al hadd va as-sadaqu fi jima'in wahid. Bir ishda
hem sadak hem belgilengen ceza kıldığı iş yok. فَاِنْ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ eğer beraber şüphe olap onun belgilengen ceza icra kılmaydigan bolsa vecebe aleyhi sadak. Bu çağlandın toyluqluğunu birese deyiş lazım. O kavl Ebi Hanife ve İbrahim en-Nakha'i vel-ammeti min fuqahaina. Xuddi mesela oğulluk kıygan oğurunun kolunu kesimiz, kolunu kesip durup oğulgan puluna töleyse demeyimiz yani. Yani bir mezhepte türmeydi. Mesela 10.000 koyunu oğulup, ya versin başınızda oğuldu, ya koyunu oğuldu. Sonra biz tutup kolunu kestik. Keskenlikle maşını tulan, oğulgan koyunu tulan demeyimizdi. Yendi bu kalsın. Yeni bolsun. Onu tületmeyimiz. Bunların ikisinden kayıtlarına bunu kesmeden Qazdan aldı varıp qalsa, bu çağda çar yok. Qazdan aldı bir estel giri özü tutulab, özü qoqilib bo'ldi deyasin mayli. Lekin unda shu o'zining qo'yi shunda topa olsa, shu o'g'ilongan kishi balki uni ilvasi bo'ldi. Ammo ma'namda to'laysa deb to'litish yo'q deydi. Şüpheler yerden çektiğimizde buna usta vacip olduğu bir kese ta'zir bulunur. ta'zir etsa bulandı. Hadni ijro qilgandan keyinmi? Ya hadni icra qilmagan ekan. إذا دري عنه الحد بشبهة وجب عليه الصدق diye. O elbette o haddning bekor qilinib ketishi faqat jazo yo'q degan gap emas. Bu chaqda bu qazo qilinib ahvol qarab qolgancha hadd o'lchimi yetmagan to'n jazoni masalan 1 yillik so'lab qo'yilgan, jarimani to'ltilgan yoki 30 darra urdigan ishni qilishi mumkin. Babu haddul mamalik fi zina va sukri. Zina va mas'ulash jinoyatlarda kullarning jazosi o'rlarniki yerim bo'ladi. Ba'zi jazosi shunday, lekin o'g'illik qilish, adam o'tirishda yerim uçmaydi. أخبرنا مالك حدثنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا. Fitye yaş balla. Kureyş'in yaşladığım bir grup kişilerini Hazreti Ömer buyurgandı biz valilik kitaba, hilafet kitaba devletinin ayında dideklerini 50'den bu zina kıyası 50'den kamçılagan toq şu nimani icra qilib bergan toq deydi. Didek mesela muhsan olsun yoki bekir olsun hammasının 50. Çamı kesek degan narsa yo'q. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن degan ishga ehtimollik bor. Agar berilmagan degan bo'lishi mumkin yoki uyda asrab qo'g'dab talatuzga chiqarmay bunda saqlangan bo'lsa degan bo'lishi mumkin. Faqala إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. Birinci qatim zina qilib qolsa qamchilanlar. O'rning yerim jazosini qamchilanlar 50gini. Yana qayta qilsa qayta qamchilanlar. Uchinchi qatim zina qilib qolsa uni bir tal og'amchig'i bo'lsa-mu setvitanlar. Qal ibn Shihab la adri ba'da thalithati aw ar-rabi'a. İkinci qatimdan keyin dedimi, uchinchi qatimdan keyin dedimi, yo to'rtinchi qatimdan keyin dedimi? Buni bilmayman. Yani bi'uha walau bidafirin deganni 3-chi qatim zina qilib qolsa yo 4-chi qatim zina qilib qolsa degandan keyin dedimu, tazi ismda yo'q dedi. Waddafir al-habl. Qala Muhammad rahimahulloh biyada na'khud. Yani biyada na'khud degan didak yoki qo'l muhsan bo'lsin, g'ayri muhsan bo'lsin, burun to'y qilgan bo'lsin, to'y qilmagan bo'lsin, qandolan bo'lsin 50 darra uriladi. Çünkü ayette fa iza uhsinna فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب dedi. يجلد المملوك في حد الزنا نصف حد الحمر. Memluk degandan keyin vel mamluka deb yozisizlar. Shu qolgan so'z. يجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف حد الحر 50 جلدة وكذلك القذف. Qazf birisini zina bilan qarlab tilgan taqdirda buningda 40 darra urildi yerimni. Asli 80. Shunami? Va shurbul khamri as-sukr. Va shurbul khamri as-sukr. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Va shurbul khamri was-sukri deb bo'lishi mumkin. Chunki aroq ichish masalasida aroqning ichishning o'zi belgilangan jazoga loyiq bo'ladi. Mas'ulmisimi? Aroq ichdi Masumada bu og'zi aroq burgan bo'lsa, aroq ishkanlik isbotlansam,
80 darra, yani sahabe kiramdan keyin ittifoqlashgan 80 darra lo'ri bo'lsa, unda nima bo'lsa, qulolab qolsa 40 darra. Sukr deb qo'ysak, aroq ichishdan boshqa bir sharobni ichib mas'ulab qolsa 80 darra demakdir. Undan aroqning ishning o'zi mas'ulmisimi jazoga loyiq qiladi, lekin aroqdan boshqa sharobni ichsa ya tabletdariya mas bo'lsa ondan belgilangan jazo keladi. Mas'ulmisa jazo kelmaydi. Ya, bir jazo. Undan keyin qazfning va aroq ichishning va boshqa narsalarni mas'ullashning jazosi 40 darra urish. Qullarga nisbatan, o'rlarga nisbatan 80 darra. Hamda bu qullarni masalan faida uhsinna dediq-ku. Faida uhsinna fa in atayna bi fahishatin. Ihson degan qulga nisbatan musulmon bo'lash yoki ozod qilinib ketish. Undan keyin biz shu ihson degan so'zningki 3 ma'nosi bor. Al-Islam, al-iffa, al-hurriya. Undan keyin bu faida uhsinna degan oyatni o'qisak, musulmon bo'lsa dediklar. Undan keyin zina qilsa degan bu. Yoki ozod qilinib zina qilinsa degandek. O'rlarning jazosining 20 yilda Qur'onda lekin boshqa jazoni ayiradi. Masalan qanday odam o'ldirish undan da yerim qilinmaydi. Adam o'tirishda bu odamni yerim o'tiriladi deganmaydi. Zat o'tirish kerak degan taqdirda o'tirishdan boshqa narsaga to'xtamay o'tirishga to'xtagan taqdirda shu jonimni uni ikki bo'lgilanmaydi. Yerimlash to'g'lanmaydi. Qo'l kesishmi, bu qo'lga yerimlash to'g'lanmaydi. Ya kesimiz ya kesmaymiz. Muhsin bo'lsa-ku rejim qilib o'ldirilish kerak deydi. Shuni yerim o'tgan bo'lmaydi. Shuni jildi tushirib, yerim o'tadi. Dedeklinki bu axloq zinolarida salin bo'g'achqa bo'sh yurish-turishi nimasi bo'sh o'g'achqa ana yengil nima bekitgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ani yerimlashtirgan shaklda emas, yengillatgan shaklda o'tgan bo'lishi mumkin. Ammo 100 deganni o'chaqda 50 tushidi desak bo'ldi. Xato kirib qolsa sulhni yerim qilib to'xtatib to'lam to'lash. Ya diyet yerim o'chidi. Yerim o'chidi. To'lam. أخبرنا أبو زناد عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا في فرية degan fitya deganga o'xshash, ya'ni boshqalarni zina bilan qarlash voqeasida 80 darra urg'on. Chunki fadribuhum 80 jalda dedi Alloh taolo. قال أبو زناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا degan ta ki Umar ibn Abdülaziz kadar amma shunda demakchi. Fama ra'aytu ahadan minhum daraba abdan fi firyatin akthar min 40. Pulni 40 ta ortiq olmaydi odatda. Yani 80 desak, yerimi 40 bo'libdi. Ya'ni Umar ibn Abdülaziz 80 uribdi. Bu ham da shu oyatning umumini tutgan bo'lishi mumkin. Fadribuhum 80 jaldada. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا يضرب العبد في الفرية إلا 40 جلدة نصف حد الحر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. أخبرنا حدثنا ابن شهاب وسئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه نصف حد الحر. رسول الله دن يرم جزاء بالدغلق كلده قلنا جزاء يرم دينه. وأن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ الحد في الخمر والسكر 80. Aroq ichishda bo'lsa mana, aroq ichishlan bo'lsa, boshqa narsani iste'mol qilish orqali mas'ulab qolsa, sukr degan shu. Aroqdan boshqa narsalarni mas'ulab qolsa 80 darra. Wa haddul 'abdi fi dhalika 40 wa huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammah min fuqahaina. Babul hadd fi at-ta'rid. Ta'rid degan yapti gap, daratma gap. Qashqarda kerak bo'ldi buni. Bu kuchli gaplarni bu. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن. أبو الرجال كيم بس محمد بن عبد الرحمن. أغلو غاشكا ونن أبو الرجال دبتلغا. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة دبت. أن رجلين في زمان عمر رضي الله عنه استبا تلش قبس كلام. فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزان يعني ددام أنا ناخر ما سبته. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال له قائل مدح أباه وأمه وإذن أطانس مخطبت دبت بازلا. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا. أطانس من بشقة
sözlenme dilvasın bulduğu nara an tecdidahul hadd feceledahu Umar al hadda 80 buna qazf deb hisoblash kerak deb maslahat bergan ekan. Ya'ni bunun mening ota-onam zinoxo'r emas degan gap, sizning ota-onangiz zinoxo'r degan ma'noda. Xuddi biz o'g'ri emas desa, aqarsan o'g'ri degan gap bu ta'rif. قال محمد رحمه الله قد اختلف في هذا على عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشو مسألة عمر رضي الله عنه aldıda sahabe kiramlar meslet verişte her meslet bade اختلطلشته فقال بعضهم لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه فأخذنا بقول من درى الحد منهم biz bundan ixtilaf bo'lgandan biz uni jazo kelmaydi degan qarashni tutgan sahabalarning qarashini oldik. Dara al-hadda minhum wa fi man dara al-hadda wa qala laysa fi at-tarid jaldun jazo kelmaydi deb u yapti gap bo'lgandan u qamchilamaymiz degan kishining so'zini tutdik va shularning ichida kim bordi? Ali ibn Abi Talib bordi. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Nima uchun endi jazolamaymiz degan tanladinglar desa, chunki bu yaptigan bir shubhani paydo qiladi. Mushuni maqsad qildimi bu? Maqsad qilmadimi? Rasman ota-onasi maqtamoqchimi bu? Buni qilolmagan ekan biz idrol hudud bi shubat degan nima bo'yicha ehtiyot qilib hadni ijro qilmaymiz. Babul hadd fi sharob. Aroq ichgan taqdirda belgilangan jazo berish. Akhbarana ibn Shahab ibn Sa'id ibn Yazid akhbarahu qala kharaja alayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala inni wajadtu min fulanin riha sharabin fasa'altuhu فزعم أنه شرب طلاء وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته الحد فجلده الحد. Özünün oğlu bu, oğlu Ubaydullah, oğlunu tutuaptı. Araqda günahs turap. Şundan neme bu deb sorsam, bu bir xil şirni ichganligini aytdi dedi. Tala degan aslida shirni. Qo'yaq shirni. Buni nima uchun tala deb atadi? Tala degan aslida bir xil sir, ya qarimaydak narsa. Tuga terkisilib qolsa, qarimaydak ya sirdek narsa terisini sirlasa, mikrob narsalarni o'lab chiqib qolsa, narsa o'lab. Hazrat Umarning kinosini qarasanglar, tugini endi laydak narsadan cho'tkilaydi. Asli bu sir, bizning zamonimiz sir ya qarimaydak narsa. Şunun o'xshatib uni tila deb atagan. Sharbat tilaan qaramayda bir narsa ichibgan yoki shirnining quyuqlari, quyuqni ichibgan demoqchi. Va ana sa'ilun anhu men buni sirsiz qilaman. Agar mushu ichimlik mas qilgan narsa bo'lib qolsa, jazolayman deb undan jazolab ketgan bo'lsa. Yo'q, bu hududni hurlar qarta hududni şu hakim, qazi, xalif o shaxsiy unda qilolgan shu. Ammo pul olib qolsa, pulni qarta xo'jayinlari qildi degan qarash bor. Yo'q, bo'lmaydi. Bunga ma'lum shunda shart-sharoit va adil jazolanish fursati va isbotlash imkoniyati bo'lishi lozim. Bo'lmasa, qalaymaganchilikda Birisining birisiga adovat olib qolsa, qarilib qolam, jazolab qo'yadi. Manda qilib turg'ash bo'lsa, unga shu rasmiy islom hukumati bo'lsa, undan bo'ladi. Shu arba'un ila sultan, al-adha wal-jum'a wal-eid nima dediqo? Ana shu iqomatul hududmi sultonning ishi. Faqat qul olib qolsa, u sulton qilganligi ittifoq. Lekin qul olib qolsa, xo'jayini ijro qilib o'tamdi, adablashuv deganda ba'zida bu deydi, mazhabda ana sulton qildi deydi. Ya, icra qilmaydi. Icra qilish salohiyati yo'q boshqa. Ya şu xalifa bu azobdan var. Xalifa bo'lgan ekan, adil bir putrasini nima qilgandek jazolatdi. Endi o'zining o'g'lini birinchi yo'lab jazolamasa, boshqalarga unda nima qilmaydi. Yok, çoğum to'yqilish kerak degan gap yo'q. Surat An-Nurda bu hamda nima istasa al-khabithatu lil-khabithin, at-tayyibina lit-tayyibat degandek ma'nodagi. Yoki at-tuyur ala ashkaliha taqa, qul kullun ya'malu ala shakilati degandek.
أخبرنا ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب أرى أن تضربه 80 فإنه إذا ما شربها سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر 80. Demişəm bu Arap şikayətində məsələ saldı sahibinə Rasulullah sallallahu bu işdə enak belgilab qoyğan bir nima yo'q dedi. Daha şu məsələ saldı. Enak nima bo'lmaz məsələ samo şunu icra qilyapti. Rasulullah sallallahu qanday qilgan desa, ba'zi qirqlar urgan, ba'zi Arap şikayət olsa silanman deb shu olash kash bilan aqlni chalib urib nima qilgan. Ayna bir jazolangan. Qirqlar urganligim bor. Abu Bakrmi qirqlar urgan ahvol bor. Ömer'mi keyin 80 dar urdi, shu maslahat qilgandan keyin 80 dar urishi o'sha Hazrat Alining maslahatini elab nima qildi. Lekin shu araliqda Ömer'mi 40 dar urgan, Abu Bakr'mi 40 dar urgan avval bordi. Nima uchun desa, men 80 dar urishim olib ko'raman, chunki bu araq chiqib qolsa mas'ulida, mas'ulab qolsa qalaymaqon so'zlaydi, qalaymaqon so'zlagan chog'da boshqalarni shunda qaralaydigan, tillaydigan ahvolda bo'ladi. Undan keyin qazf jazosini bersak, bu ham siyosat shar'iy jihatdan og'irlashtirgan gap. Nima uchun desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida sahoba ikromlar aroqni asosan aroq degan narsani yo'q derlik qilib o'tgan. Keyin futuhatlar Hazrat Umarning zamonidan mol dunyo olamida bir kagil turibdi. O'sha rohat barag'atdan ishimlik mushishlar bir yil turgan ekan, undan jazoni og'irlashtirgan. Kitabul Ashriba. Kitabul Ashriba başka her türlü şarap isimlikler bunun işte arak var, araktan başka şunda mast qildigan ya mast qilish ehtimoli bo'lgan narsalar bor. Shuning ahkamlari babu sharabul bat'i wal ghubayra va g'ayru zalik. Ghubayra al-bita' yoki al-bat' bu asal sharabi. Asalni sug'orlashtirib desa bata bo'ldi. Asal suyuldi. Asalda yasildigan ichimlik deydi, sharbat. Ama bu şerbetle bir müddet tursa, 2 gün turdu, 3 gün turdu, böyle ısık çağılda 4 gün turup kalsa, sel ağzını koruyduğun düşmelleşki başlaşı mümkün, kençi məhz qıldığın buluşu mümkün. Vel gubayra bu konak şərabı. Konak ne? Şunda soğuçulab koyab, yoğunum qılıb işlətdiğin. Ve onun başka her türlü işimiz, zebib şerbeti deyimiz, u şerbeti, bu şerbeti de şerbet edecek. Kavas deyimiz. Akbaran Düşehabin an Ebi Selemet ibn Abdurrahman an Aişete رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام مسقي غن شراب منهم حرام dedi. Az sunjqsun أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها yaxshilik yo'q uningda va naha anha ishmanlar deb to'sdi. Nima uchun masqilidi? Biyad nahyadir tahrimni ko'rsatdi. Haram nishmanlar. Fasaltu Zaydan mal Ghubayra. Bular anab bakmagan bir isim ekan. Ghubayra degan nima bo'lsa, faqala as-sukarka. Sukarka degan. Sukarka deb biz sukarka. Dammolan. Sukarka. Bu Ghubayra, sukarka bu nima gap desa, biz hozir zamondagi aroqning har turli ismliklari bor. Bir davlatda ruslar vodka deyish mumkin. İtalya bize şampanya, viski, uçi, Xitoyli beyjudan unda deydilar aslında. Ma'lum sukarka degani azar bu ataning yoki Yaman tili ya Habasiston tilida tushuntirib qo'ydi. G'ubayra degan arabning atisini bilmagachga, shu boshqa tilda tushuntirib qo'ydi. Şu mesqi ise içmeye degan gap bor. Sharabun askara va haram degan mesq qilish içma. Agar mesq qilmagan bo'lsa İstanbulda demoqchi. Zeyd meyada sukarka deb, nimaning tilida deb qo'ydi. Rasulullah uni to'sdi demoqchi. Yo'q, nahar Rasul anha demoqchi. Demek Peygamber Aleyhisselam sözü lekin nahiy qilgan kishi shu Rasululloh. U tarafdan shu marfu'amlar. Fasaltu Zaydan kim? Yo'q, madam diqqat qiling. Fasaltu Zaydan mal Ghubayra degan Zayd degan bu Zayd ibn Aslam ekan bu. Zayd ibn Sabit emas, Zayd ibn Harisa ya Zayd ibn emas. Zayd ibn Aslamdan Imom Malik so'radi.
فسألت يعني قال الإمام مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال السكركة. سكركة حبستان تلا غبيراء عربس. غبيراء ده ما ده تجيكدنا غبيراء ده كويس ممكن. باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة. أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن وعلى المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. راوية ديان برتلم يا كوزدك بناسا مادام تلم برتلم عراق هدية تبركشي عراق سود قردم بسه عراق أرام كلام بالماء مدينة كلب سرتل أن إسل كون عراقتن رسول الله هدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا يا ابن المدن. فسار الرجل إنسانا لا جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سارته bu kishi yendiki birisiga quliga pishilar gapdi. Rasululloh mudatsa degandikan, qala amartuhu an yabi'a. Asa chiqib setamsa degandim. Faqala innal ladhi harrama shurbaha harrama bay'aha. Uni isharam qilgan zot setishmaram qildi. Endi o'zi o'ylab qolgan gap, isharam bo'lgan sassa bo'lgan dedi. Qala fataha al-muzadatayn hatta dhahaba ma fihima. Muzadatayn bu tulum. Bu masalan bir xo'jindak ikkinchisi va tulum bo'lgan bo'lsa, ikki bo'lakka bo'langan o'ttirdan bo'lgandak, ikkisini ichiblan shurda ehtiyot. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إنا نبتاع من تمر النخل والعنب فنعصره خمرا. Biz xoma üzüm setilib, araq ishlab chiqaramiz va satamiz deb fanabi'u. Belki bulamda yangi musulmon bo'lganda bo'lishi mumkin yoki ishlab chiqarib satsak halol, issak harom deb xato tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Faqala lahu Abdullah ibn Umar inni ushidulloh alaykum va malaikatahu. Na ta'kidlaban men Allohni va farishtalarni sizlarga guvoh qilib turib deymanki, va man sami'a minal jinni val ins. Mushu so'zimni anglab turgan jin va insonlarni hammani guvoh qilib turma. Anni la amurukum an tabta'uha. Buni setilishinglar buyurmayman. Setilinglar deb buyurmayman herkes. Fala tabta'uha. Shuni setolmanglar. ولا تعصروها سقط عرقات مالله ولا تسقوها başkalarını üşküzmanlar فإنها رجس من عمل الشيطان. Çünkü bu Allah'ın karşı şeytanınki buzukçuluk kılgan işlerden boğan bir necis narsa. Yani rejsum min amel şeytan yani bu ayetin iktibası. İnnemel hamr vel meysir vel ansab vel azlam rejsum min amel şeytan fectenibuh. قال محمد وبهذا نأخذ ما كرهنا شربه من الأشربة الخمر والسكر. Biz kerihna degan haramna deymiz. İmam Muhammad'ninki keriha deganimizda haram degan. Biz ichimliklardan haram degan narsalar bu haroq va mast qiladigan ichimliklar. Al-khamr haroq va sakar degan mast qiladigan ichimlik. Bu sakar degan qanday nima deb iborat? Nima sakar deb bo'ladi desa, qovmini chuli qilib, chuli deydigan narsa bordi buni. Mesela gülünü soğuslab koysanlar bir gün tursa tatlı şarap buludu o gülün ümgaylandı ürüktek narsi alındı asli kıldı bodulup ben bu çile deyini soğuslab koysa naqi'a degan şu soğuçlığın qo'mni so'g'ichlab qo'ysanlar ajrilmasdan qo'mni so'g'ichlab qo'ysanlar 2 kun tug'sanlar bir kun tug'sanlar ertasisanlar shunda shirin ichimlik bo'ldi. Lekin buni ham uzun tug'izib qo'ysanlar bunda ichib og'zini qo'riydigan ko'pi paydo qilishi mumkin. Bu aynan bo'lgan bo'lsa buni hech qanday qaynatmay endi qo'yib qo'ygan bo'lsa bu sakar bo'ldi. Bu mas qilgan narsaga aylanadi uzun tursa. 1-3 kun ichida ichsam mayli. Lekin 4-5 kun turib qolsa bu ham issiq chog'da mas qilgan narsaga aylanadi. ونحو ذلك وشو وشش ناسلا فلا خير في بيعه ولا أكل ثمنه هنا ساسم بمبايدو تبقى بنا خجسم بمبايدو أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. Araqni dunyoda ichgan kishi tövbe qilmaylik ketgan bo'lsa oxiratda mahrum qoladi va uning bilan sug'urilmaydi. Oxiratda mahrum qilishi, uni ichmaslikka jannat kirmaydi degan gap bo'lishi mumkin. Yoki jannat kirsa boshqalar ishlatsa, o'shadan ishonmaydi degan bo'lishi mumkin.
أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أنس قم إلى هذه الجرار طبما كزل شقوات فاكسرها جرار جرانن كي كوبتكي كزلا كتلا فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت مهراس كان بر هوانچدك ناس شو هوانچدك ناس كنبلام اش هوانچن تيگildan bir qo'yibdim chiqildi shundan aroqlar eqib ketdi demakchi fadih va tamr degan nima iborat desanglar agar bir xil narsani tashlasa suvga bu aldirmay ta'm chiqib aldirab eshib ketmasa ikki turlikni aralashtirib tashlasa masalan asal bilan xomini asal bilan uzumni yoki asal bilan olmani masalan bunda tashlasa bu tiz ichidi kuchli qilib ketadi fadih degan aslida gul xomi bilan g'o'r xomini birga tashlasa tiz ichidi ashuningda yasalgan bir ichimlik ekan shu chaqda ashunda yasalgan aroq ekan bu masalan bizning yurtda qo'noq bilan yo olma bilan yasinki aroqni endi tiz ichidi deb o'sha tamirni yasalib qaynatib uchta ikkisi ketsa maskumadan bo'lsa halol bo'ldi masalan sizga uchta ikkisi ketib uchdan biri fulus qoldi degan gap agar 50% qolsa bundan saf bo'ldi yarmi qoldi degan bu hamda nimadan iborat bu musallas degan narsalar uzumni qaynatib shirinni deymiz shirinini uzumni siqib buni qaynataversa buni ochiqmisi tugab o'sha shikar moddasi qoladi lekin bu qo'yoq shunda yoqqa o'xshash narsa bo'ldi qiyomdek shu musallas degan قال محمد النقي عندنا مكروه نقي degan suvga shunda kishmish chilamdi nima chilamdi chilab masalan nima qilgandan keyin ozgina bir qaynatsa naqiy bo'ladi chul suyini ozroq bir qaynatayotgandan keyin bu mas qilgan bir narsaga aylanishi mumkin bu makruh ya'ni harom demakchi المكروه عند محمد حرام وعندهما هو إلى الحرام أقرب degan ولا ينبغي أن يشرب من البسر والتمر والزبيب bu naqiyani agar g'o'ri xomidan yasalgan bo'lsa gul xomidan yasalgan bo'lsa yoki zabibdan yasalgan bo'lsa ya'ni quruq uzum kishmish buni isi bo'lmaydi ya'ni harom la yahil demakchi la yanbaghi la yahil وقول أبي حنيفة إذا كان شديدا يسكر endi Abu Hanifa bilan Muhammadning azroq qarash farqi bor bu yerda Abu Hanifa mushu naqi masalan chuli suyi kichikgina qaynatayotgan taqdirda bu mas qiladigan bo'lsa harom agar mas qilmaydigan bo'lsa mas qilmaydigan miqdorda ichish harom emas chunki bu xamir degan aroq degan narsa emas bu boshqa bir ichimlik mas qilmaydigan bo'lsa harom bo'lmaydi qimiz ya qimiz hozir bu qimizdan keyin mas qiladi qilmaydigan shu ishkallar tajriba qilgan qarash ish qilib qolgan narsa Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shu mas qiladi deganlar bor qimizdan yasilishni o'xshash emas ekan qozoqlar boshqacha otishni boshqacha yasishi mumkin qiyg'izlarni o'zi eshitgansizlar shu otishda qiyg'izlar bor ammo endi yasilish nimasi qozoq qiyg'izning nimasi har xil bo'lishi mumkin uni echitib necha qatimda tulumda nima qilib necha kun qo'yib bunda qilsa bu ozroq istemas qilmaydigan istemas qiladigan aylanishi mumkin yo 15 kun tug'izsa mas qiladigan 2-3 kun ichida istemas qilmagan bunda bir nima bo'lishi mumkin shun bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nomasi bo'yicha va cho'l suyiga degan bo'yicha agar 10 chin ichadigan bo'lsa mas'uldan bo'lsa ilgirgi 9 chinini ichish halol 10-chi chinini ichish shu harom chunki shu muskil ilgirgisi muskil emas bunda bu aroqdan boshqa narsa bo'lg'achqa agar aroq qilib qolsa bir qo'shib ichsimi mas'ulman bo'lsin harom emas az bo'lsin ko'p bo'lsin babul xalitayn degan ikki narsani aralashtirib yasalgan sharbat bu nimadan iborat zabib sharbati bilan xomi sharbatni aralashtirib shuni ozroq qaynatsa xalitayn bo'ldi zabibni childiq xomini childiq ana buni ikkisini aralashtirib qo'yib sharbatini bir qaynatib shunda qo'yib qo'ysak jabda 10 kun tursa xalitayn bo'ldi أخبرنا الثقة عندي
عن بكير بن عبد الله بن الأشد الثقة عندي يعني إمام مالك بن الثقة عندي دسا مخرمة بن بكير بولش ممكن يا عبد الله بن لهيعة شكسن برسه عن عبد الرحمن بن حباب الأسلمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. أبو قتادة الأنصاري هو رسول الله بعض sahabelerden meşhur sahabelerden bu hadiste Resulullah gülü xomini zebib bilan aralashtirib chilab yasalgan sharabni tishni to'sgan deydi. Ya'ni xomining va uzumning quruqini birga chilab tishni to'sgan demoqchi. Nima uchun desam bu ikkisi birlashgandan keyin bu tiz ichib mas'uldan bo'lib ketadi demoqchi. Va zahvi degan bu mana rang tuzgan sarg'aygan deymiz-ku. Mesela ürükne sargaydı, alıldı deymiz. Yani yigili olduğun tam kirep, rang tüzep mesela kızıl xolma olsa kızırdı, sarı xolma olsa sargıydı. Ve rat bilgen yan pişkan. Bu hem meyve bağlap pişkini. Zahı degen hem de sargayğını. Oru hem de sargayıp dığı. Yani şunda düşmellik bağlatta tuğan orular meyve alınğan resmi pişkanını ikisini şunda arlaşıyor. Mana şekeri yukarı, anı düşmellik yukarı olan kim bu? Küçük gidiyor. Bu meskınmağın takdirdi mi arlaştırıp pişmanla demekçe. Çünkü bunu koyup koydum olmasın. Koyup çıkıp işte şef düşkünmese ya bir çıkıp ya iş ödülkenme ya mimanda çıkarıp bunu içmedin lan. Ertesi ya öğün içip kalsanlaman meskınmağın bulak olsa tuymayın olsa. Ki töküet kanlı kemmeydi o. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ البسر والتمر والزبيب جميعا. من أرلشترب تشتم توسقان. باب نبيذ الدباء والمزفت. الدباء ديان كاوا ياك قبق. بسر ديان غورة خوما. الدباء كاو دودوق ياك قبق دودوق. والمزفت بو خرماي يلتلغان كوزلا. Yemenlikler soğanlı da şuna bağlı. Tütnesin dostu dubba vel hintam ve nukayr vel musaffat. Yani sırlangan koza demekçi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه قال ابن عمر رضي الله عنه فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه. Resulullah sözde Hazreti Ömer jiraktın aklını anlayıp keppoğusu Resulullah tuyutup ketip kaptı. فقلت ما قال رسول الله نمدد داب خطبنا الله غلطن سواسم قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت مش شكي ناس ده برناس شلاب شراب قمص تورز ده شكل مقويده şunda şarap yasamanla mı şuna aslında dedi. Yani muş kaçını şunda demek işletmanla. Ne için muşun toskan ise bu meskıldığın derecelik berip içip tarışımken siz bununki üstüye bulup oğanıken uçkunmanı köremey maylan göküp işletip koysan mümkün. Ya ki muşun aslında tiz içi doğu demiş. Kapak kavunun içi okuysa tiz içip geçiş mümkün. Çünkü aşının maddesi kaçının maddesi eşitliğen. Ya ki sırlıgan bolsa bu sırlıgan közülde tiz içiligan bolsa mümkün. Araka sırlıganın adı Avrupa'nın şu an yağaç tonda mesela. Yağaç var. Belki şunun tiz içitiş rolü bolsa mümkün. أخبرنا مالك أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. شو زفت ديان شو قرمين دي. شو أسفلت تلغى في الغازر. مصر لقلت شو زفت تلغى. باب النبي الطلاء قيوق شين شربته دقوس. يعني سر يا قرمي أوشتلغان أوشت أطلغان. أدرى إنه شو سرنا الطلاء ديش يمكن. أخبرنا داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن البيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقالها. شام كأن شغدا زبط عمر شاملقلا bu yerde biz ağrıp kedirgenmez yakmaydı gelmeyenimiz de töktü. قالوا لا يصلح لنا إلا هذا الشراب. Biz müşahede muqim turumuz desek, muş işimlikni içmesek biz ağrıp etip kalkemez dedi. Bu qaysi şarap aşunun aldıda aşını içivatkan hemmesi bildiğin bir şarap batı, bir işimlik batı düşedi. Qala işrabul asal. Hazreti Ömer alal olğan asalni içanlar bu asalda şifalık var ve asalni köstüp koydu. Fi şifa diyeni. Qalu la yasluhuna al-asal. La yuslihuna desek buldu. Bizim tabiatımız yani zeminin havası, klimatı, yani
udul kelmaydi vasıl etsek mi faydası yok. Diyen qala racul min ahlil ard şu ziminning yerlik kishilardan birisi hallaka an ajala laka min hada ash-sharabi shay'an la yuskir. Ey xalifa men o'zlarga mushu ishimlikdan masqinmaydigan bir xil shakl tanshib bir ishimlik qilmaymi debdi. Qala na'am fatabaquhu hatta dhahaba thuluthahu wa baqiya thuluthuhu. Shuna buni qayntib üçte ikkisi parg'alinib ketib, üçten biri qozonda qoldi. Shu chuli suyniki, yak shirnining. Fa ataw bihi Umar ibn al-Khattab. Hazrat Umarning oldiga akabdi, fa adkhala isba'ahu fihi thumma rafa'a yadahu. Barmoqni shunda shuna ko'taribdi, fa tabi'ahu yatamattatu. Barmoqning og'zidan so'zlab chiqdi dedi. Yoki barmoqdan saqib tutdi. Masalan, asal biznasini qilsak shunda bo'ldi. Fa qala hada tila mithlu tila bu tugini sirlaydigan sirga o'xshashmi ekan bu deb. O'xshatib endi aytgan gap. Fa amarahum an yashrabu shalabun. Fa qala Ubadatu ibn as-Samit radhiyallohu anhu ahlaltaha wallahi. Wa haramnasin halal qilib taqsirsizlar debdi. Qala kalla wallahi ma ahlaltuha. Endi Ubad ibn Samit buni harom deb qaraydi. Ya'ni masqilgan sharab bo'g'ashqa burun Hazrat Ubad ibn Samit haram deb qarab, shu xalifa buni harom narsa qilib qarab tursak bo'lmaydi deb xalifaga e'tiroz bildirib, qanday qilganlar bu degan. Lekin Hazrat Umar buni masqilmaydigan shaklda yasatqizgan ishlatdi. Balki ona xavri yo'q qilgan bo'lishi mumkin, aytgan bo'lsa. Qala kalla wallahi ma ahlaltuha. Allahumma inni la uhillu shay'an harramtahu alayhim wa la uharrim alayhim shay'an ahlaltahu lahum. Mana Alloh qilmadim, harom narsani Alloh qilmayman. Allah'ın haram qilmayman. Buni ham masqilmaydigan bo'lganikin bu asli halol narsa demakchi. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ لا بأس بشرب الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو لا يسكر. Üçte ikisi parag'alinib ketib, üçten biri qolib qolgan va shuna qolib qolgan bo'lsa-mu, mas qilmaydigan holati bo'lsa, mayli bo'ldi. Lekin üçten biri qolmay, qiraq qolib qolgan bo'lsa, halol bo'lmaydi. Fa amma kullu mu'attaqin yuskiru fala khayra fihi. Mu'attaq degan ko'na. Chuli suyni uzun qo'yib qo'ysanlar, ko'narib ketib qolsa, mas qiladi demakchi. Chuqur mas qildi, ya'ni ko'narib qolganidan mas qiladi. Unda yaxshilik yo'q, ya'ni bu halol emas demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.